Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holda eng so'nggi tezkor yangiliklar bilan yaqin daqiqalar ichida. Nasaf transfer oynasining so'nggi kunida Abduvohid Ne'matovni 4 ta klubga taklif qildi. Superliga 2026-yilgi mavsumi startidan avval O'zbekneftgaz ko'p yillik homiylikdan so'ng Qarshining Nasaf jamoasini moliyalashtirishni to'xtatgach, klub bir qator katta maoshli o'yinchilari bilan xayrlashishi masalasini ko'rib chiqqan. Tribuna o'z manbasiga ko'ra, Nasaf klubi rahbariyati O'zbekiston milliy jamoasi a'zosi sanaladigan va 2026-yilda jahon chempionatiga borishi kutilayotgan darvozabon Abduvohid Ne'matovni Superliganing bir qator klublariga taklif qilgan. Neftchi va Andijon tarkibi deyarli shakllanganligi sababli kelishuvni amalga oshira olmagan bo'lsa, Dinamo hozirgi darvozabonlarga ishonch bildirishga qaror qilgan. Paxtakor esa Vladimir Nazar va Sanjar Quvvat bilan mavsumni boshlashga shayligi bois Ne'matov transferiga jiddiy qiziqish bildirmagan. Shu tariqa Abduvohid Ne'matov mavsumni Nasafda boshlaydigan bo'ldi. U jamoani 2 davra oldidan tark etishi deyarli aniq. Darvozabon dekabr oyida Qarshi klubi bilan shartnomasini 1 yilga uzaytirgandi. Eslatib o'tamiz, fevral oyida O'zbekneftgaz, Nasaf, Bunyodkor va Buxoro klublarini moliyalashtirishni to'xtatgan edi. Ma'lumot uchun 24 yoshli golkiper Transfer Market portaliga ko'ra Superliganing eng qimmatbaho o'yinchisi sanaladi. Ne'matovning transfer bahosi 1,5 million yevroga baholangan.